Diyor opa oxirgi vaqtlarda hamma joyimda og'riq bo'lyapti. Tekshiruvlarga borganimda bu sabablari o'tdan chiqyapti. O'tni oldirganim bilan shu kasalliklardan qutulib keta olamanmi? Shohruh sizga o'tingni oldir deb tavsiya berishdimi? Shunday. Man bugun mutaxassis sifatida aynan bu narsalarga qarshi chiqmoqchi emasman, lekin aynan o'tingizni oldirib, butun hamma og'riqlardan qutula olmaysiz. Sabab bilasizmi? O'tingizni o'zi og'rish sababini ko'rib chiqaylik. Sizni o'tingizni og'rish sababi boshlanishi oshqozonda. Oshqozonda ichidagi kislotadan boshlanyapti. Siz o'tingizni oldirganingiz bilan kislota normal bo'lib qolmaydi. Yana jigardan chiqyapti. O't nima ish bajarishini bir o'ylab ko'ring. Mana o'zingiz ham tibbiyot sohasidasiz, to'g'rimi? To'g'ri. O'tni qilayotgan ishi jigardan tushayotgan safroni kerakli organlarga yetkazib beradi, to'g'rimi? Kerak vaqtda berib turadi. Jigardan safro tushishi yaxshilanmasa, demak befoyda o'tingizni olib tashlaganingiz. Shuning uchun men mutaxassis sifatida bugun boshqa narsani sizga tushuntirishni xohlagan bo'lardim. O't hamma organ bilan bugun bir-biriga bog'liq. O'zi tanamizda bironta organ yo'qki, bir o'zi ishlay olsa. Lekin buni kasallanganda olib tashladik bu yechim degani emas. Yechim bo'lishi uchun butun organingiz bilan ishlash kerak. Ovqat hazm qilish sistemasida 10 ta organ bor. Shularda bittasi o't, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, 9 tasida ham muammo yaxshilamasangiz, o'tni olib tashlaganingiz bilan muammo yaxshilanmaydi. O'tni olasiz, boshqa organlaringiz nagruzka bilan ishlay boshlaydi. Shuning uchun ham men mutaxassis sifatida o'tni olishingizni emas, o'tni saqlab qolishni tavsiya bergan bo'lardim. Buning uchun oshqozon albatta kislotasini normal holatga keltirish kerak. Buni aniq bilishingiz uchun bitta testni qilib tashlaysiz menga. Bu test to'g'risida hurmatli kuzatuvchilarga ham aytishimiz mumkin. Bu test uyingizda turib oshqozoningizni qanday hazm qilish jarayonini ko'rsatib beradi. Siz doktorlarga, laboratoriyalarga bormasdan bitta test orqali oshqozoningiz qanday ishlayotganligini bilishingiz mumkin. Agar kimga kerak bo'lsa, test so'zini qoldirib, bemalol bizdan bepul tarzda bu testni olib, uyingizda bajarib, tashlashingiz va shaxsan mendan konsultatsiya olishingiz mumkin. Shohruh, sizdan demak testni kutib qolaman.